Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayba dərsxanamıza xoş gəldinglar. Biz bugün Madxal ilal fiqhil islami degan darsligimizning ikkinchi darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda fiqhning lug'at ma'nosi, shar'iy ma'nosi, istilohiy ma'nosi va fiqhning nimaga tayinib paydo bo'lganligi va fiqhning fazilati va fiqhning ichida farz ayn bo'lganlari va fiqhning ichida farz kifoya bo'lganlari haqida to'xtalgan edik. Endi biz bugün fiqhninki paydo bo'lish bosqichi haqida to'xtalamiz. Biz ilgirki darsimizda degandek, fiqh degan nima? Hukm. Ya'ni istilohiy jihatni aytgan vaqtimizda fiqh deganimiz bizningki ish harakatlarimiz ichidan shariatga aloqador bo'lganlarning hukmini bilish nima bo'ladi? Fiqh bo'ladi. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan ish harakatimiz aloqador bo'lgan hukmlarni nimaga asosan bilamiz? Qur'onga asosan bilamiz. Demek, bizning birinci fiqh manbarimiz nima? Qur'on. İkincisi şu hadis. Allah Taala Peygamber aleyhisselamni Qur'onni bayon qilib berishga va bizni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun qada qilgan avatgan. Birincisi Qur'on, ikincisi hadis. Demek, bunda bo'lgan ekan, fiqhningki birinchi bosqichi qaysi bo'ldi? Qur'on hadis bosqichi. Bu marhalatut tashri' deb ataladi. Ya'ni fiqhiy hukmlarning maydonga kelish bosqichi. Bu qachondan tortib boshlanadi? Albatta Payg'ambar alayhissalomga vahiy kelgandan boshlab Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lguncha davomlashadi. Bu 23 yil vaqt marhalatut tashri', hukm maydonga kelish, hukm chiqish bosqichi deb ataladi. Uningdan keyinchi desa, Payg'ambar alayhissalomning vafoti bilan tang hüküm çıkış toxtaydı. Çünkü vahiy üzledi, Peygamber aleyhisselam vafat bo'ldi, Qur'on toxtadı, hadis toxtadı. Demek, hüküm çıkış qanday qiladi? Toxtaydı. Sahabalar qanday qiladi desa, bir masalaga duch kelsa, Qur'onga qaytadi. Qur'onda topolmasa, hadisga qaytadi. Mushu orqali hüküm chiqaradi. Agar bir masala kelib, shu masalaga bevosita o'dullar Qur'ondanmi, hadisdanmi dalil topolmasa qanday qiladi? Şu Qur'on ruhi, hadis ruhiga tayinib turib ijtihad qiladi. Ya'ni aqlini ishlatib turib, fikri bilan qanday qiladi? Ijtihad qiladi. Demak, mana mush yerdan boshlab ijtihad qanday qildi? Boshlandi. Bir narsa aniq bo'lishi kerak. Qur'ondan ochiq hukm bo'lsa, buningda hech kim qanday qilmaydi? Ixtilof qilmaydi. Hadisdan ochiq hukm bo'lsa, buningda hech kim qanday qilmaydi? Ixtilof qilmaydi. Endi Qur'onda ochiq hukm bo'lmagan, hadisda ochiq hukmi bo'lmagan ishlarda sahobalar qanday qiladi? Ijtihad qiladi. Ya'ni Qur'on hadisning hukmiga tayinib turib, o'zi fikri bilan, aqli bilan qanday qiladi? Hukm qiladi. Endi sahobalar har xil. Bir sahobaning Qur'on hadis ruhi bo'yicha qilgan ijtihadi bilan yana bir sahobaningchi o'xshamasligi mumkin. Chunki bu ijtihad, bu fikrga tayangan, aqlga tayangan, ilmni asos qilgan, aqlga tayangan bir hukm. Demek, mana bu yerdan o'xshamagan hukmlar qanday qiladi? Maydonga keladi. Payg'ambar alayhissalomning davri qaysi davrida? Marhalatu tashri'. Hukm chiqadi. Qanday bir masala yuz bersa, hukm chiqadi. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin 4 mazhab shakllanganga qadar bu hukm chiqarishdan keyingi bosqich yoki mazhab shakllangichi bo'lgan orliqdagi bir bosqich. Bu ikki avlod kishilarni o'z ichiga oldi. Birisi sahobalarni, yana birisi tabiinlarni. Sahobalar Rasulullohning o'quvchilari, Rasulullohning taliblari, tabiinlar sahobalarning taliblari. Ya'ni ilmdan kimni o'rgangan? Sahobalarni o'rgangan. Demak, sahobalarda va tabiinlarda ijtihad qanday qildi? Boshlandi. Bu ijtihadni sahobalar Payg'ambar alayhissalomning hayot vaqtida qilmaganmi desa, unimi qilgan. Payg'ambar alayhissalomning hayot vaqtida Payg'ambar alayhissalom ularni qanday qilgan? Ijtihadga ko'ndagan. Masalan, nurg'un sahobalar buni qilgan desa, Payg'ambar alayhissalom sahobalarni Bani Qurayzaga berib, o'qinglar sizlar namozni degan vaqtida namoz vaqti kirib bo'lg'uchilik Bani Qurayzaga berib bo'lmadi. Ba'zi sahobalar Rasulullohning bundoq deganligidan bo'lgan maqsad bizda tizming demakchi dedi. Yani bir kısım sahabalar Resulullah namazını sizler şu Bani Qurayzaga berib o'qinglar dedi. Biz şu yerga berib o'qiymiz deb namozni qazo qilib Bani Qurayzaga berib o'qidi. Ba'zi kishilar Resulullahning maqsadiga, ruhiyatiga berib
Tez mangan bolsaqmı, şu vaqtga berip bulanmadık deb yo'lda o'qidi. Qarmoqqa Rasulullohning so'ziga xilof ish qilgandek, ammo ruhini tutdi. Ammo yana bir bo'lik sahobalar Rasulullohning so'zining labziga, ko'nishiga amal qilib, shu yerga bag'anda o'qidi. Payg'ambar alayhissalom ikkilisiga malomat qildimi? Yo'q. Ikkilisiga qanaqa qilmadi? Malomat qilmadi. Chunki ikkili xil ko'z qarashga sahobalar qanaqa qilgan? Ijtihod qildi, aqli bilan ish qildi. Demak, Payg'ambar alayhissalomning vaqtida sahobalar qanaqa qilgan? Ijtihod qilgan. Endi yangi masalalarga sahobalar ijtihod qildi, tabiinlar ijtihod qildi. Bu musulmonlar ko'payib, islom jo'grafiyasi kengayishiga ergishib, yangi masalalar, ijtihodga ehtiyojli bo'lgan masalalar qanday qildi? Texmi ko'paydi. Endi bu masala sahobalar ichidan hammasi ijtihod qilamdi desa, yo'q. Rasulullohning 100 mingdan ortiq sahabasi bor. Ammo shu Rasulullohga eng yaqin hamroh bo'lgan, oyat hadisni eng ko'p biladigan olim sahobalar qiladi buni. Demak, bu sanoqliqlar kishi bo'ladi. Shu 100 ming sahoba ichidan har xil sallar ilinadi, ammo Ibn Qayyim Jawzi 130 sahobadan ularning fatvolari, ijtihodlari, hukmlari naql qilingan deydi. 130 sahobadan. Endi sahobalarning o'quvchilari kimdi? Tabiinlar. Tabiinlardan yana bir bo'lik kishilar qanday qildi? Sahobalar ijtihod qilganga o'xshash o'z davrida yuz bergan masalalarga ijtihod qilib hukm chiqardi. Undan keyin tabiinlarning o'quvchisi bo'lgan tabiut tabiin deydigan kishilar keldi. Tabiinlarning o'quvchisi bular. Sahobalardan keyin tabiinlar, tabiinlardan keyin tabiut tabiinlar. Bu 3-avlodga kelgan vaqtida yangi masalalar intayin ko'paydi. Sahobalar islomni taqitish uchun shahar, davlatlarga qanday qildi? Tarqidi. Masalan, sahobalarning eng olim sahobalaridan Ibn Abbas degan sahobi Makkada qoldi. Ibn Mas'ud degan sahobi Iroqqa ketdi. Ibn Umar, Zayd ibn Sabit degan sahobi Madinada qoldi. Demak, bularning turadigan joyimi o'xshamaydi. Ularning muhit sharoiti o'xshamaydi. Bunda holatda bular o'z atrofiga tabiinlardan o'quvchilarni to'pladi. Sahobalar tugab ketgandan keyin tabiinlar, tabiinlardan o'quvchini to'plab 3 yerda cho'ng islom maktabi shakllandi. Ya'ni 3 yerda islom fiqhi maktabi shakllandi. Birisi Makkada, bu Ibn Abbas radhiyallohu anhuning o'quvchilari. Yana birisi Madinada, bu Zayd ibn Sabit va Ibn Umar radhiyallohu anhuningki fiqhi maktabi. Yana birisi Ibn Mas'ud, bu Iroqda. Iroqda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning o'quvchilari shakllanib, 3 yerda fiqhi maktabi qanday qildi? Shakllandi. Endi tabiinlarning o'quvchilari bo'lgan atba'u tabiinlar kelgan vaqtida bu yerda bu rasmiy qanday qildi? Mazhab shakllandi. Yangi masalalar ko'p bo'lg'achqa, izdinish, tadqiq qilish ko'p bo'lib, o'z oldiga mustaqil bir to'rdani qanday qildi? Mazhab shakllandi. Endi nima uchun to'rdani mazhab shakllandi? Nima uchun 5 dani mazhab shakllanmadi desa, asli jiq shakllangan. Ammo 4 mazhabning hozir qadar qilib qilishida nurg'unlagan sabablar bor. Biz buni so'zlaymiz. Demak, fiqh mana shuningdek birinchidan marhalatu tashri', hukm chiqarish bosqichini besib o'tgan. O qaysi? Rasulullohningki payg'ambarlik kelgan vaqtidan tortib vafotigacha. Qur'on, hadis orqali. Ikkinchisi Rasulullohning vafotidan keyin shu mazhab shakllanguncha bo'lgan orliq. Bu qaysi? Tabiin davrigacha. Tabiin davrigacha bu mazhab shakllanishdan ilgirki davr. 3-bosqichi mazhab shakllangan davr. Undan keyin 4-bosqichi mazhab shakllangan davrdan hozirga qadar. Endi biz buni kitobimizga qaraydigan bo'lsak, birinchisi marhalatu tashri', hukm chiqarish bosqichi, bu hijriyaning 11-yil qadar, ya'ni Rasululloh vafot bo'lgan qadar bu hukm chiqarish bosqichi. Bir masala yangi paydo bo'ldi. Alloh taolo unga oyat tushiradi yoki Rasululloh uni hadis orqali bayon qiladi. Ixtilof chiqmaydi. Shundaqo. Ikkinchisi mazhabdan ilgirki fiqh bosqichi, ya'ni sahobalar va tabiinlarningki yangi masalalarga qarata ijtihod qilib hukm qilgan davri. Buning da ijtihod degan bir odamningki ilmiy quvvati, zakasi har taraflarga qarab, urun sharoitiga qarab o'xshamaydi. Bu yerda bir masala qarta o'xshamagan hukmlarcha maydonga kelishi tabiiy. Bu taqriban hijriya 100-yil qadar bo'lgan 3-bosqich mazhab shakllanish bosqichi. Bu fiqhning eng taraqqiy qilgan davri
To'rtinchisi mazhab shakllangan davrdan hozirga qadar. Endi bu bosqichni ba'zi olimlar 7 bosqichga bo'ladi, ba'zi olimlar 5 bosqichga bo'ladi, ba'zi olimlar 6 bosqichga bo'ladi. Ixcham bo'lsin uchun bu kitobda 4 bosqichga bo'lgan. Mayli qandoq bo'lsin, demak, asosiy maqsad birinchisi qonun chiqarish, hukm chiqarish bosqichi, ikkinchisi sahoba va tabiinlarning ijtihod qilgan bir davr bo'lgan. O'z oldiga bir mazhab shakllanmagan bo'lsa-mu, chunki u o'xshamaydigan masalalar, yangi yuz bergan masalalar nihoyat oz. Bunda bo'lganligi uchun u vaqtda mustaqil qana qilmagan mazhab shakllanmagan. Ammo tabiinlarning davri kelgan vaqtida, ya'ni hijriyaninki 100-yillarga kelgan vaqtida islom fathlari kengayib, islom davlatlari yangidan ko'payib, yangi masalalar nihoyat ko'p uchradi. Ham kishilar nurg'un savollarni ko'p so'rab, masalan, Rasulullohning davri so'magan savollarni so'rab, uning qarta olimlar izlanish orqali javob berish orqali bu yerda o'xshamagan qarashlar maydonga kelib, bu yerda 4 dan imomningki qarashi saqlanib qolgan. Shunga bu yerda 4 mazhab imomlari deb ataymiz. Undan keyin hozirgi davrimizga qadar yangi masalalar chiqadi. Buningga yana har xil fatvolar chiqib turadi. Endi biz marhalat tashri' haqida biroz tafsiliy to'xtalamiz. Marhalatu tashri', ya'ni hukm chiqarish bosqichi bi mujarradi ba'thati nabiy sallallohu alayhi va sallam bada'a at-tashri' al-islomiy deydi. Rasulullohga payg'ambarlik vahiy kelish bilan tang hukm chiqarish bosqichi boshlangan. Hukm chiqarish bosqichi boshlangan. Qachon desa, payg'ambar alayhisolamning payg'ambarlik kelgan tartib vafotiga qadar. Payg'ambar alayhisolam 23 yillik payg'ambarlik hayoti bu marhalatu tashri', hukm chiqarish bosqichi. Payg'ambar alayhisolam 13 yil Makka da, 10 yil Madinada turdi. Demak, bu hukm chiqarish bosqichi ikkiga bo'linadi. Birisi al-ahdul makki, Makki davri. Makki davrida aqidaga aloqador, tavhidga aloqador hukmlar ko'p tushgan, ya'ni at-tarkib ala usuliddin, dinning usuliga, ya'ni tavhidga, aqidaga markazlashgan va tafsiliy shariatlar oz bo'lgan. Masalan, namoz farz bo'lgan, ammo haj farz bo'lmagan, zakot farz bo'lmagan, jihad farz bo'lmagan, nurg'unlagan hukmlar qanday bo'lmagan, farz bo'lmagan Makka davrida. Undan keyin Madina davrida 10 yil payg'ambarlar hijrat qilgandan keyin bu aqidaga yana ahamiyat berilgan, aqida haqida hukmlar chiqqan. Undan keyin tafsiliy hukmlar maydonga kelgan. Zakat, roza, haj, jinoyat, nurg'unlagan hukmlarning hammasi nerda paydo bo'lgan, nerda kelib chiqqan? Madinada kelib chiqqan. Endi bu tashri', ya'ni hukmning manbalari qaysi desa, birinchisi Qur'on. Qur'on hukmning manbasi. Qur'on hukmni qanday bayon qilgan? Sahobalar xiyoli tursa, Rasululloh xiyoli tursa hukm qilib bayon qilganmi desa, Qur'onning hukmni bayon qilish uslubi 3 xil bo'lgan. Birinchisi ibtidai deymiz, ibtidai. Ya'ni hech qanday sababsiz Alloh taolo qanday qilgan hukm tushirgan. Sababsiz sahobalar so'magan yoki bir hodisa bo'lmagan bevosita hukm tushirgan. Bu eng ko'p Qur'ondagi sababsiz Alloh taolo ana qilinglar, mana qilinglar deb hukm tushirgan oyatlar eng ko'p qismini egallaydi. Ikkinchisi savol bilan. Ya'ni sahobalar so'rgan. Rasululloh mana bunday qilamiz, ov nima, mav nima? Yasalunaka anil anfal. Urushda g'animat olgan narsalarni qanday bitarab qilamiz deb so'radi sahobalar. Alloh taolo oyat tushirdi. Yasalunaka anil ahilla. Bu hilal oy degan kichiklayotgan, yo'g'inaydi ekan. Buning sababi nima deb so'radi. Alloh taolo qul hiya mawaqitu lin-nas. Qul hiya mawaqitu lin-nas fil hajj. U hajda kishilarningki vaqtni hisoblash uchun deb Alloh taolo bayon qilib berdi. Demak, yana bir qism oyatlar qanday qilgan? Sahobalar so'rgan vaqtida tushgan. Biz buni savol bilan tushgan oyatlar deymiz. Uchinchisi sabab bilan. Bir hodisa yuz bergan, shu hodisga Alloh taolo qanday qilgan? Oyat tushirgan. Masalan, munofiqlarning ikkisi Qur'onni qanday qilgan? Masxir qilgan vaqtida Alloh taolo qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum. Sizlar Allohninki, Allohni va Allohning oyatini va uning payg'ambarini masxir qilamsizlar, o'zir etmanglar. Sizlar kofir bo'lib ketdinglar deb ularning hukmini qanday qilgan? Bayon qilgan. Endi bu ibtidoiy tushgan oyatlarning ko'pinchisi munofiqlarning holatini bayon qilgan.
ya'ni munofiqlar xiyoli tursa, ularningki mundaq sifatlari bor. Ular munda hukm chiqqan vaqtida bir aram bo'ladi deb munofiqlarning sifatlarini qanday qilgan bayon qilgan. Munofiqlar pul topsak biz onda sadiq qutduq, munda sadiq qutduq deydi ular. Amaliyotda pul topsam qanday qilmaydi? Sadiq qilmaydi. Munofiqlarga jihad ig'ir keladi deganga o'xshagan munofiqlarning sifatlarini qanday qilgan bayon qilib kelgan. Demak, hukm chiqarish manbasi qaysi ekan? Qur'on. Qur'on qaysi xil shaklda hukm bayon qildi ekan? Birisi ibtidoiy, ikkinchisi sababiy, suoli, ya'ni sual so'g'an vaqtida hukm qiladi, uchinchisi sabab, ya'ni bir hodisa yuz beradi, shu hodisaning hukmini bayon qiladi. İkincisi sünnet, yani Resulullah'ın hadisi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُوحَا Resulullah'ın sözü mü? Şeriat menbesi. Biz onu icra kılımız. Çünkü Resulullah havay hevestin öz haişi boyunca yakınmaydı. Allah Teala onun sözlüğünü Allah Teala'nın ki onun kılgan vehisi. Hem bu merhaleti teşri'ata bir işkiteyişlik bir kançı maalimler var, belgeler var. Birincisi et-teşri' muhtassun bi hadihi merhale. Hüküm çıkarış muşu basqıçqa xas. Yani yenidən hüküm çıkarış, yani Kur'an yoki hadis orqali yenidən hüküm çıkarış muşu basqıçqa xas. İkincisi bu devrede ixtilaf nima? Nayt az. İxtilaf az. Üçüncüsü et-tedarruc teşri'i. Hüküm çıkış qanday bo'lgan desa bu davrda tadrijiy bo'lgan. Masalan, ba'zi bir hukmda tadrijiy bo'lgan. Masalan, haroqning harom qilinishida Alloh taolo tadrijiy harom qilgan. La taqrabus solata wa antum sukara. Sizlar mast holatda namozga yaqinlashmanglar dedi Alloh taolo 5 ta. Undan keyin uning foydasidan zina ko'p dedi. Undan keyin harom qildi. Demak, bir hukmda qanday bo'lgan? Tadrijiy bo'lgan. Ba'zi hukmlarni, ya'ni bir hukm emas, bir qancha hukmlarni tadrijiy tushgan. Beşide namaz farz qilindi, ondan keyin roza, ondan keyin jihad, bir qancha hukmlarmi hammasi biroqlamas tadrijiy qanday qilingan, chiqarilgan. Ondan keyin sahobalar ijtihadga ko'ndirgan payg'ambar alayhissalom. Ya'ni sahobalar ijtihad qilsa, Rasululloh uni to'g'ri bo'lsa iqro qilgan, xato bo'lsa tuzatgan. Masalan, Ammar ibn Yasir safar ustida junub bo'lib qoldi. Ammar ibn Yasir qanday qiladi? Ijtihad qiladi. Uqmaydi bu haqdagi hukmni. Ijtihad qilib İşek yumulanğanga o'xshash to'pida qanday qilgan? Yumulangan, tayammum qilgan, su yo'q safar ustida. Rasulullohga berib degan vaqtida payg'ambar alayhissalom taratag'anga o'xshash ikki qo'lini mushlab to'piga, taratag'anga o'xshash tayammumni qilganga o'xshash qilgan bo'lsang kupoy o'tdi deb qanday qilgan? Tuzitib qo'ygan. Demak, sahobalarning Rasulullohning davrida qanday qilgan? Ijtihad qilgan, xato ketgan bo'lsa Rasululloh uni tuzatgan. To'g'ri bo'lmasa iqro qilgan. Endi bu merhalatu teşri' haqidagi ma'lumotlar. Endi merhalatu teşri' tinki qaysi bosqich keladi? Rasululloh vafot bo'ldi, hukm chiqarish tugidi. Vahiy tushmaydi. Rasulullohning hadisi yo'q. Yangi hadis paydo bo'lsa qanday qiladi? Sahobalar ijtihad qiladi. Sahobalar qanday qiladi? Ijtihad qiladi. Bu bosqichni deb ataymiz desanglar, marhalatu ma qabla al-mazahib. To'rt mazhab shakllanishdan ilgirki davr. Bu qaysi avlodlarni o'z ichiga oldi desanglar, Rasulullohning birinchi avlod o'quvchilari bo'lgan sahobalarni o'z ichiga oldi, ya'ni sahobalar davri va tabiinlar davri. Ya'ni sahobalardan keyin kelgan sahobalarning o'quvchilari bo'lgan tabiinlarni o'z ichiga oldi. Mush ikki avlodda nurg'ulg'an ijtihadlar bo'lgan, ammo mazhab shakllanmagan. Shunga biz buni merhalatu ma qablal mazahib. Mazhabdan ilgirki bosqich deymiz. Endi bu sahobalar ijtihad qilib ekan, tabiinlar ijtihad qilib ekan. Bularning ijtihadlarini, bularning hukmlarini nereden topamiz desanglar? Min masadir fiqh hadihi al-marhala. Bu bosqichning fiqhi manbalari birinchisi sanad bilan yozilgani Musannaf Abdurrazzaq. Ya'ni sanad bilan yozilganligini bu gapni kim dedi? Palani. Uningdan kim angladi desa manda zanjirsimon igisini tapqili bo'ladigan shaklda. Bu Musannaf Abdurrazzaq degan kitobda bu sahobalarning, tabiinlarning ijtihadlari, fatvolar qana qilingan, to'plangan. Sanad bilan, ya'ni zanjirsimon shaklda. Palandan palani angladi, uningdan palani angladi deb. Shu kitob yozuvchi bo'lgan, kitobning avtori o'zidan boshlab shuni degan odamga qanday qiladi? Ulaydi.
İkincisi İbn Abi Şeybe'nin musannifi, ondan keyin İbn Mundir'ning Avsat. Bunda icmalar, eserler sözlengen. Ondan keyin musnadsiz, ya'ni uni palani sahabininki ijtihadi, qavli, ya'ni so'zi dedi, lekin bu gapni o sahabidan qaysi tabiin angladi, uningdan kim angladi? Bu kitob yozuvchi bo'lgan orliqda bu kimlar orqali yetib keldi deb bu san'at qana qilinmagan, so'zlanmay bevosita qana qilingan sahobalarning so'zi so'zlangan. Unda bo'lsa bu qanday qabul qilamiz desa, chunki bu kitobni yozgani ularning davriga yaqin ham ishonchli cho'ng buyuk olimlar bo'lg'achqa biladi, ammo qana qilmagan san'atni yozmagan. Bu fiqh muqarran kitoblarda ko'p uchraydi. Masalan, Mughni'da, Mabsut kitoblarda sahobalarninki, tabi'inlarninki fiqh qarashlari, fatvolari, ijtihodlari İbn Abbasning qavli ma'vu, Ibn Mas'udning ijtihodi ma'vu deb so'zlanadi. Ammo sanatsiz. Bu Ibn Mas'udning kim anglagan buni? Uningdan kim anglagan? Bu kitobning avtori kimdan anglagan? Sanat shaklida emas. Sanat shaklida yozilgani yuqoridagi 3 dona kitob. Demak, biz fiqhninki 4 bosqichininki 2 bosqichini o'qidik. Birinchisi marhalatut tashri', hukm chiqarish bosqichi. Bu payg'ambar alayhisolamga payg'ambarlik kelgandan tortib vafot bo'lgan qadar. Ikkinchisi payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyin 4 mazhab shakllanganga qadar bo'lgan bosqichlar. Bu haqda to'xtaldik. Endi biz bir gapni qildik. Sahobalar qanday qilgan? Ijtihod qilgan, hukm chiqargan. Biz ilgirki darsimizda so'zlagandek, sahobalarning hammasi ijtihod qilganmi? Yo'q. Uning loyiq kishi va Rasulullohning qishda doim turgan, Rasulullohning ilmi o'rgangan, shunday ko'z ko'rangan sahobalar qanday qilgan? Ijtihod qilgan, hukm chiqargan. Tabi'larning ichida shunda, shu ilm bilan shug'ullangan kishilar. Endi kimlar shu zodi sahobalarning ichida desa, endi fatvosi, ijtihodlari saqlangan kishilar sahobalardan 130, taxminan 130 nafar sahabening fatvolari, ijtihodlari saqlangan. Bularning da 3 xil tartib bo'yicha bayon qilingan. Birinchisi ko'p fatvosi naql qilingan, fatvosi saqlangan sahobalar. Bular 7 nafar. Ya'ni ko'p degan qanchalik desa, ya'ni ko'p tuanda biz sanaydigan sahobalarningki fatvolarining har birisininki fatvosini to'plasa, cho'ng bir kitob bo'ladi. Shu darajada fatvolari, ijtihodlar qana qilingan, saqlangan. Bular 7 nafar. Ular qaysi deganda Umar radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu, Ibn Mas'ud, Aisha, Zayd ibn Thabit, Ibn Abbas, Ibn Umar radhiyallohu anhumlar. Mana bu shular eng ko'p ijtihod qilgan, eng ko'p hukm chiqargan sahobalar. Endi bu yerda ko'p chiqarishning sababi ularning ilmining buyuk bo'lganligi uchun emas. Bularga o'xshash ilmlik sahobalar bor. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu afqahus sahaba, sahobalarning eng faqihlarining qatoridan. Nima uchun ular ko'plarning qatoriga tizilmadi? Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhuning xilofat davri qisqa, 2 yil 3 oy. Umar radhiyallohu anhuning nima uchun ko'p hukmlari saqlandi? Chunki 10 yil, taxminan 10 yil qana qilingan xilofat surgan, nurg'unlagan yangi masalalar kelgan. Vaqti uzun bo'lg'achqa ko'p fatvo qana qilingan, saqlangan. Umar radhiyallohu anhu hukmlarini aytib ko'p. Ali radhiyallohu anhuning hukmlarini aytib ko'p, chunki bu to'rt xalifaning ichidagi eng oxir vafot bo'lgani ham Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu anhu davrida bu maxsus ilm bilan, fatvo, hukm bilan qana qilgan, mashg'ul bo'lgan Ali radhiyallohu anhu. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Mas'udningki maxsus egash kuchlari bor darajada olim sahobatdi. Ya'ni maxsus uningga murojaat qilgan bir hukm taqassa, uningki atba'lari egash kuchlar bo'lgan demakdi sahobatdi. Masalan, jamiyatimizda nurg'ulgan olimlar bor. Ammo uningga fatvo so'raydigan, atrofida egash kuchlar bo'lgan olimlar oz. Shunga o'xshagan sahobalarning ichidami ularningki egash kuchlar bo'lgan sahobalar bor. Ibn Mas'ud o'xshash. Aishaning mazhabi vatda hatto. Mazhabi Aisha deb mazhab shakllantirgan Aisha radhiyallohu anha. Chunki Aisha radhiyallohu anha Rasulullohga eng ko'p hamroh bo'lgan ayoli bo'lg'achqa mazhabi Aisha deb mazhab qana qilgan shakllantirgan. Egash kuchlar botdi. Zayd ibn Sabitning eng faqih sahobalarning qatoridan. Faqih bo'libla qolmay, faqih ichidagi mirosqa eng pishig'i Zayd ibn Sabit. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu Rasululloh olim bo'lishi duo qilgan ham olim bo'lgan mufassir faqih sahoba.
İbn Abbas radıyallahu anhu mezzip va. Mezheb İbn Abbas deb keladi ba'zi fiqh kitoblarda. Mezzip va deganlik iqim shakllantirgan. Ko'p masala chiqarganlikdan yoki uningki chiqargan masalalari ko'p tarqaganlik sababdan bir iqim shakllantirgan. İbn Umar radıyallahu anhu bu mu büyük sahabelerinin qatoridan. İbn Umar radıyallahu anhu Resulullah'tan öğrengen hem ustazı kim o? Zeyd İbn Sabit İbn Umar'ninki ustazı. Bu en köp fatva ijtihatları saqlangan sahabeler. Bularning her birinin fatvalarını toplasak çoğun bir kitap buludu. Endi o'ttiru hal fatvaları saqlangan sahabeler bular 13 nefer. Yani o'ttiru hal deganlik bularninki fatvalarını toplasak kichik bir kitap buludu. Kichik bir kitap buludu. Bular Abu Bakr Siddiq, Uthman, Salama, Anas, Abu Sa'id, Abu Hureyre, Abdullah ibn Amr, ibn Zübeyir, Abu Musa, Cabir, Muaz, Sa'id ibn Abi Waqqas, Salman el-Farisi radıyallahu anhu. Bular mı ijtihad qilgan fatva bergan, ularning mı fatvalari bor. Endi fatvalari az saqlangan sahabelar kimlar desak, bularni aytib ko'p. Az deganlik, ya'ni ularning fatvalarini to'plasak, kichik bir parcha bo'ladi. Abu Darda, Hasan Husayn, Ubay ibn Ka'b, Abu Ayyub, Asma, Zeyd ibn Arqam, Thawban, Burayda qatorliq bir birlik sahabelar. Bunu İbn Qayyim Jawzi I'lamul Vaqi'inda bayon qilgan. Yuqorida biz sahabelarning ichidan fatvalari tarqalgan, fatvalar saqlangan sahabelarni o'qidik. Endi Rasulullohning ilmi shu sahabelar orqali qanday qilgan, taqilgan. Sahabelar islomni taqitish uchun yurt-yurtlarga, davlatlarga taqilgan. Endi bularning ichidan mushundaq taqash orqali shu ilm bilan cho'nqur mashg'ul bo'lish, o'quvchilari, taliblari uning ilmini taqitish sababli, yangi masalalar haqida izlanish sababli iqim shakllantirgan. Ya'ni madrasa, bir maktab shakllantirgan sahabelar bo'lgan. Masalan, İbn Abbas radıyallahu anhu'ninki mezhebi, yani bir iqimi, mektebi vardı. Nerede? Mekke'de. Bütün Mekke ehli İbn Abbas radıyallahu anhu'nun fetvası boyunca mağattı. Ve de İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bir fiqhi iqimi şekillengen. Zeyd ibn Sabit olan İbn Ömer Medine'de qilib, Medine'de fiqhi mektebi şekillendirgen. Yani hüküm mektebi şekillendirgen. İbn Mesud Irak'a ketib, Irak'ta fiqhi mektebi şekillendirgen. Şunu deydi, el-fiqhu vel-ilmu inteşara fil-umme en ashab İbn Mes'ud ve ashab Zeyd ibn Sabit ve ashab Abdullah ibn Ömer ve ashab Abdullah ibn Abbas. İbn Qayyim Cevzi deydi, fiqhi ve ilim bu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetide İbn Mes'ud, Zeyd ibn Sabit, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas muş 4 kişi arqılıqçı tarqıgan. Məxsus özünü ilimge atagan muş 4 sahabe arqılıq tarqıgan. Bu 4 sahabe nerede taqatqan dese, İbn Abbas Mekke'de taqatqan, Zeyd ibn Sabit ile İbn Ömer Medine'de taqatqan, İbn Mes'ud Irak'ta taqatqan. El-Medarisul Fiqhiyye lis-Sahabe. Sahabelarınki fiqhi mektepleri birincisi Mekke'de şekillengen, yeni birisi Medine'de şekillengen, yeni birisi Irak'ta şekillengen. Kufa ve Basra'da. Medine'de kim şekillendirgen dese Zeyd ibn Sabit ile İbn Ömer. Zeyd ibn Sabit İbn Ömer'nin ustazı. Ve Zeyd ibn Sabit vefat tapqandan keyin İbn Ömer kengaytgan ve terakki qildirgan. Mekke'de çoğu dese İbn Abbas radıyallahu anhu məxsus ilim bilen şug'ullanıp ilim taqatqan ve İbn Abbas mezhebi, iqimi, mektep şekillendirgen. Irak'ta İbn Mes'ud radıyallahu anhu ilim taqatqan ve tabiillardan bo'lgan o'quvchilarni, olim o'quvchilarni yetishtirib chiqqan. Demak, sahabalardan mush 4 nafar sahabe 3 o'rinda qanday qilgan, fiqhi maktab qanday qilgan shakllantirgan. Endi bu sahabalardan keyinchi bular vafot etgandan keyin qanday bo'ldi deganda, bu vaqtda biz tabiillar davriga kelamiz. Ya'ni sahabalarning o'quvchilar davriga. Bu davrga o'xshashlar mush 3 o'rindagi sahabalarning o'quvchilari yetishib chiqqan. Masalan, Medine'de kim battı dese, Medine'de Zeyd ibn Sabit ile İbn Ömer degan sahabat. Şunda o, bularning qo'ldan yetishib chiqqan tabiin olimlar kimlar desa, birinchisi 7 dona faqih tabiin bor. Ular qaysi deganda Abu Bakr ibn Haritha, Xarija ibn Zeyd, Süleyman ibn Yasar,
Qasim ibn Muhammad, Urvet ibn Zübeyir, Said ibn Musayyab ve Ubeydullah ibn Utbe ibn Mes'ud. Muşu 7 tane faqih meşhur tabi'lardan çıkan şu alim. Ve ulardan başka Salim, Nafi, Zühri deydigan muşu 10 nefer alim şu Medin'deki Zeyd ibn Sabit ve İbn Ömer'ninki fiqh mektebinden yetişip çıkan alim tabi'illah. Faqih tabi'illah. Nafi kimning ustozi bilamizlar? İmam Malik'ninki ustozi. Demek İmam Malik'nin ustozi Nafi, Nafi'nin ustozi İbn Ömer, İbn Ömer'nin ustozi kim o? Resulullah. Demek bu qanday qiladi? Resulullahga tutuşudu. İkincisi Mekke'de. Mekke'de kim battı? İbn Abbas'ның mektebi battı. Fiqh mektebi battı. İbn Abbas'ның o'quvchilari qatoridan Ata, Tavus, Mujahid, Akrima. Basrida cho desa İbn Mas'ud battı. Uning o'quvchilari qatoridan Hasanul Basri, İbn Sirin, Abu Qalaba, Qatada. Bular Basrida yetishib chiqqan İbn Mas'udning olim o'quvchilari. Kufada cho desa, bu Kufadami İbn Mas'udning o'quvchilari battı. Alqama yetishib chiqqan, uning o'quvchisi İbrahim, Masruq, Abida, Ubayda emas. Shurayhul Qadi Muşula Kufada yetishib chiqqan. İbn Mas'ud degan sahobaning o'quvchilari. Demak, mana bular Mekke'de, Medine'de, Basra'da, Kufada yetishib chiqqan sahobalarninki. Ya'ni mushu mektep shakllantirgan sahobalarning o'quvchilari. Alqama dedik shunday Kufadagi. Alqamaning o'quvchisi kim ekan? İbrahim an-Naxai. Buning o'quvchisi kim? Hammad. Hammadning o'quvchisi kim? Imom Azam Abu Hanifa. Demak, Abu Hanifani nima qanday qildik? Tutashtirdik. Abu Hanifa'nın ustozi Hammad, Hammadning ustozi İbrahim an-Naxai, İbrahim an-Naxaining ustozi Alqama, Alqamaning ustozi İbn Mas'ud, İbn Mas'udning ustozi Rasulullah. Demak, bu yerda ikki mazhab peshvosining ilmdagi nasibini qanday qildik? Tutashtirdik deymiz. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi marhalatut tashri' hukm chiqarish bosqichi va hukm chiqarish bosqichidan keyin mazhab shakllantiruvchi bo'lgan oraliqdagi bosqichlarni qanday qildik? Tushunib bo'ldik. Hukm kimdan chiqibdi ekan? Qur'on va hadisdan. Uningdan keyin hukm sahobalarning ijtihodi, tabi'inlarning ijtihodi orqali chiqibdi ekan. Uningdan keyincho mazhab shakllangan. Endi biz mazhab haqida kelarki darsimizda to'xtalamiz. Kelarki darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست